ro'zg'orlar uchun professionalniy original bo'lgan meshalkalar 8 kilogacha un qoriydigani, 5 kilogacha un qoriydigani, ya'ni bu 15 litrlik, bu 10 litr hajmga ega bo'lgan meshalkalar. Bu qattiq xamirlarni, o'rtacha xamir, yumshoq xamirlarni bemalol qorib bera oladigan meshalkalarimiz bular. Xo'p. Ro'zg'or uchun ham olishyapti, o'zi asosan buni konditer sohasidagi ishlatadiganlar uchun mo'ljallangan. Ya'ni kichikroq biznesni yo'lga qo'yganlar uchun ayni muddao bo'lgan meshalkalarimiz. Qolganlari o'sha krem ko'pirtirib berish. Buni vazifasi suyuq quyiladigan xamir bilan kremni ko'pirtirib berish. Xo'p, buni vazifasi qattiq uziladigan xamirlarni qilib beradi. Bular quyiladigan xamir bilan krem ko'pirtirib beradigan mikserlarimiz. Yana navoiylarimiz uchun katta 50 kilogrammgacha un qoriydigan meshalkalarimiz Turkiyaniki. Mana bunimiz 25 litr hajmga ega 12,5 kilo unni qorib beradigan original meshalkalar. Oddiy 220 uyda to'kiga ishlataverasizlar. 12,5 kilogacha un qorib beradi. Sifatlari juda ham mustahkam. Garantiyalari bilan O'zbekistonda istalgan nuqtasiga dostavka xizmatlarimiz bor. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga ham dostavkalarimiz bor.